Italyanskiy Baxi kotel 24 kilovatli двухконтурный kotel 3 yil oldin qo'yilgan ekan. 4 yil diyoring. 4 yil, 3 yil 4 yil oldin qo'yilgan. Tashqariga qo'yilgan, даже vichkalari ham qo'yilmagan. Shu ahvolda ishlagan mana shu joyida. Xo'sh, turbinalar уже to'lgan. Первичный, вторичный to'plamenikilar to'lgan. Mana qizib ketgan zbrasnoy. Zbrasnikdan уже suv qo'yib yuborgan mana. Chunki suvni yomonligidan уже nasoslar ham bardosh bera olmagan. Уже qaynab ketgan. Orqadagi rashidni bakka menimcha hech kim urmagan bo'lsa ham kerak. Yana hozir ochib ko'ramiz. Mana ahvoli. Egasi bilan kelishadigan bo'lsak, buni profilaktika qilamiz. Yangi paytdagi holatiga qaytaramiz. Yo'masam tuzatib to'g'rilab beramiz o'zini.